Yaqinda gipergidroz muolajasini olib chiqdim, ko'rdinglar. Judayam ko'p direktga savollar keldi. Sadoqat opa zararmi, zarar emasmi, rakka olib keladimi, yo'qmi? Sizlarga bitta yechim. Bugun bitta yechim bilan chiqmanman. So'z isboti bilan. Bugun meni qabulimda o'zimni o'g'lim, yagona o'g'lim va o'g'lim sportsmen. Futbolga ko'p yillardan beri boradi. Hozirgi kunda voleybolga boradi va oq futbolkani juda ham yaxshi ko'radi. Va hamma futbolkalarida 17 yoshga to'ldi, sariq dog' paydo bo'lishni boshladi. Bugun birinchi marta o'g'limga botulotoksinni qilib beraman. Onajon точно og'rimaydimi? Senga og'riydi, hammaga og'rimaydi, chunki senga tekinga qilyapmiz. Og'riyaptimi? Pulini to'laganingda og'rimas edi. Muolajamizni tugatdik. 15 minut vaqtimiz ketdi. Xudo xolasa 4-5 kundan boshlab ishlashni boshlaydi va 14 kunda taqataq terlashlari qoladi va 6 oygacha mazza qilib sog'lom hayot tarzida o'sha rangli futbolkalarni kiyib yura olasizlar.